Surxondaryo gullasin, vrachlarimiz qo'lda ko'rmasin. Xudoga o'lmasin, ko'kka Ulug'bek yo'lda qoldi. Mana shunday fidokor inson Ulug'bek Qosimovga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bu so'zlarni sizlarga men ta'riflab bera olmayman. İşlerde halkımızda, yani o'zimizni hayolimizga kelmagan ishlar bo'lyapti. Tinim bilmay mehnat qilyapti. Shu jumladan bizda Didor mahallasiga ham eng qaynagan asfaltdan yotqizib ko'chalar obod bo'lyapti. Prezidentimiz bor bo'lsin. Faqat o'zimizning eng zo'r binolarimiz bilan kelajakka va avlodga qoldiradigan zo'r quruvchilar bo'lib, o'zimizni yurtimizni ravnaqiga hissa qo'shib yurishda Ana yoshlar bilan uchrashayotganimda o'zim juda ham xursandman. Xudo bergan, Xudo nazar tushgan el yurt, bu havo, bu tabiat hech kimga berilmagan. Muhtaram prezidentimizni Surxon yoshlariga kechagi katta motivatsiyasi turtki bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz yaratib bergan sharoit, imkoniyat. Allohu akbar. Barcha ko'chalar, yo'llar, hamma infratuzilma obyektlari qaytadan ta'mirlandi va yangi O'zbekiston qiyofasini oldi. Viloyat hokimimiz kelib, har bir xonadonga kirib chiqdi. Ularning yashash tarzini o'rganibdi. Bu yerdagi qanday qilib oilalarning daromad manbaini ko'tarish masalalari bo'yicha ularni obod qilish bo'yicha tegishli topshiriqlarni berdi. Qo'qodan suv ombori suvidan foydalanish loyihasidan Termiz va 10 ta tumani ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Surxondaryo vohasini, xalqini bir ikki bo'lsa, undan katta menga baxt, qudrat yo'q.